Assalomu alaykum hammaga. Biz hozir bugun matematika milliy sertifikat dan bir trigonometrik misolni yechib beramiz. Demak, misol yechishga boshlasak, birinchi bo'lib katangiz pi taqsim 2 plus alfa. Bu 90 gradus ikkinchi chorak katangiz manfiy bo'ladi va bu tangensga o'zgaradi. Va 1 minus ishorasi bilan bu plyusni beradi. Minus tangens alfa o'zgargani uchun tangens alfa ko'paytiruv tangens alfa taqsim tangens 3 pi taqsim 2 minus alfaga bu 3 pi taqsim 2 270 minus alfa bu 3-chi chorakka to'g'ri keladi va ishora o'zgarmaydi. Tangens uchun tangens 3 pi taqsim 2 minus alfaga katangensga o'zgaradi. Bu katangens alfa plus tangens alfa teng. Bu tangens kvadrat alfani beradi. Tangens kvadrat alfa taqsim buni 1 taqsim tangens alfa desak, tangens alfa plus tangens alfa. Buni bitta bunga kvadrat bersak, biz buni yozib olib, tangens kvadrat alfa taqsim bu mahraj bersak kerak, tangens kvadrat alfa taqsim tangens alfa bo'ladi. Buni sirazi suratga olaman. Tangens alfa. Va bu surat bilan mahraj 1 plus tangens kvadrat alfani qisqartiraversak, javob tangens alfa bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar.